Rossiya va Ukraina Zaporojye AES hududida o't ochishni to'xtatishga kelishdi. Rossiya Xarkov shahrining muhim infratuzilmasiga zarba berdi. Ukraina Rossiyaning Oreshnik raketalari uchiriladigan raketa maydonchasiga zarba berdi. Rossiya Ukrainani elektr energiyasi va issiqliksiz qoldirmoqchi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Suriya armiyasi kurdlarga qarshi bir necha yo'nalishda hujumlar boshladi. Kreml Mariupolni Ahmad ixtiyoriga topshirishi mumkin. Rossiya 2025-yilda Ukrainaning bosib olingan hududlarida yetishtirilgan 2 million tonna donni eksport qildi. O'zbekistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Aleksandr Dugin. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Rossiya va Ukraina Xalqaro atom energetikasi agentligi Magate vositachiligida Zaporojye atom elektr stansiyasi hududida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Magate saytida e'lon qilingan bayonotda so'z boradi. Agentlik rahbari Rafael Grossining ma'lum qilishicha, bu joriy yil 2-yanvar kuni harbiy harakatlar oqibatida shikastlangan so'nggi zaxira elektr uzatish liniyasini ta'mirlash ishlarini boshlash imkonini beradi. Shuningdek, Grossi Ukrainalik elektr tarmoqlarini operatorning texnik mutaxassislari yaqin kunlarda ishlarni boshlashini bildirgan. Front chizig'i yaqinida olib boriladigan ta'mirlash jarayonini agentlik vakillari kuzatib boradi. Ular allaqachon Vena shahridan yo'lga chiqqan. Grossining eslatishicha, mazkur kelishuv Zaporojye AES hududida erishilgan 4-o't ochishni to'xtatish kelishuvi bo'lib, Magatening vositachi sifatidagi rolni namoyon etadi. Shu bilan birga Ukrainadagi energetika infratuzilmasiga hujumlar davom etayotgan bir paytda Magate yangi ekspertlik missiyasini tayyorlamoqda. Uning maqsadi yadro xavfsizligi uchun muhim bo'lgan va reaktorlarni sovutish tizimlarini elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan 10 ta muhim elektr podstansiyasini inspeksiya qilishdan iborat bo'ladi. Rossiya qurolli kuchlari Xarkovdagi muhim infratuzilma obyektiga zarba berdi. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Igor Terexov bu haqda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hujumda 62 yoshli erkak jarohat olgan. Zarar juda katta va bu biroz tuzatish va oldinga siljish holati emas. Biz shaharni issiqlik va elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan tizimga jiddiy zarbalar haqida gapiryapmiz. Har bir bunday hujum bilan issiqlik va elektr energiyasining markazlashtirilgan ta'minoti tobora qiyinlashib bormoqda. Chunki energiya tizimi hozirda juda og'ir ahvolda, zaxiralar cheklangan. Yuk eng yuqori cho'qqisida va har qanday yangi zarar darhol barqarorlashtirish imkoniyatlarini yeydi, deb yozgan Terexov. Shu bilan birga Xarkov mintaqaviy harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinogubov hujumda 3 kishi jarohat olganini aniqlik kiritdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari shaharga kamida 7 ta ballistik raketa zarba berganini xabar qilishdi. Hujum katta yong'inga sabab bo'ldi va shahar ustida qalin tutun ustuni ko'tarildi. Ukraina dronlari Rossiyaning Oreshnik raketalari uchiriladigan sinov maydonchasiga hujum qildi. Zarba Ukrainaning Lvov shahri chekkasiga qilingan hujumda foydalanilgan obyektga qaratilgan. Ukraina dronlari Astraxan viloyatidagi 4-Kapustin Yar davlat markaziy xizmatlararo sinov maydonchasiga hujum qildi. Ushbu maydoncha Oreshnik o'rta masofali ballistik raketalarni sinovdan o'tkazish uchun faol foydalanilmoqda, deyiladi xabarda. Rossiyaning Radar VRV Telegram kanaliga ko'ra, hujum paytida maydonchadagi havo mudofaasi tizimlari ishlayotgan edi. Ammo hujum dronlari yig'ish va sinov binosiga zarba berdi. Oreshnikdan tashqari maydoncha turli xil qisqa va o'rta masofali raketalar, kruz raketalari, havo mudofaasi tizimlari va S-400 uchirish moslamalarini sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Kapustin Yarga avvalgi Ukraina dron hujumi 2024-yil iyul oyida maydonchadagi binolarga zarba berilganida sodir bo'lgan. Ahmad Ashara hukumatining Suriya hududiy yaxlitligini diplomatik yo'l bilan tiklashga bo'lgan urinishlari natija bermadi. Buning oqibatida bir necha yildan buyon kurdlar nazoratida bo'lib kelgan hududlarda harbiy harakatlar boshlandi. Suriya armiyasi hamda asosan kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari SDF o'rtasida Halab, shuningdek, Raqqa yo'nalishlarida to'qnashuvlar kuzatilgan.
Janglar SDF o'z kuchlarini Furot daryosining sharqiga olib chiqishga rozi bo'lganidan so'ng faollashdi. Suriya armiyasi qariyb 10 yildan buyon kurdlar nazoratida bo'lib kelgan hududlarni qisqa vaqt ichida qaytarib oldi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari Brett Cooper X tarmog'i orqali Damashqqa murojaat qilib, barcha harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Al Jazeera telekanalining Suriya armiyasi operativ qo'mondonligiga tayanib xabar berishicha, hukumat kuchlari Tabqaga kirgan. U Raqqa viloyatining strategik ahamiyatga ega shahri bo'lib, hududda yirik gidrotexnik inshoot va harbiy aviabaza mavjud. Bundan tashqari, armiya Dair az-Zavr viloyatining Al-Omar va Konikon neft-gaz konlari ustidan ham nazoratni tiklagan. Ukrainaning bosib olingan Mariupol shahri hamda unga tutash hududlar ustidan nazorat Ramzan Qodirovning Ahmad tuzilmasi ixtiyoriga topshirilishi mumkin. Ukraina partizanlarining atesh harakatiga ko'ra, Rossiya rasmiylari bu orqali Checheniston prezidentining sadoqatini saqlab qolmoqchi. Manbaga ko'ra, so'nggi paytlarda Mariupolda Qodirovchilar sezilarli darajada ko'paygan. Bundan maqsad shahardagi resurslar va iqtisodiy obyektlar ustidan to'liq nazorat o'rnatish. Shuningdek, bosib olingan hududda Grozniyning ta'sirini kuchaytirishdir. Atesh chechen tuzilmalari urushda vayron bo'lgan shaharning sanoat salohiyati bilan qiziqayotganini ta'kidlagan. Biz forma kiygan shaxslarning joylashuvi va ularning qimmat avtomobillari qatnov yo'nalishlarini muntazam ravishda kuzatib, qayd etib boryapmiz, deyiladi harakat bayonotida. Partizanlar harakatiga ko'ra, Rossiya mulozimlarining bu qarori mahalliy aholi manfaatlariga mos kelmaydi. Qayd etilishicha, rossiyaliklar Mariupolni shahar emas, balki resurslar bazasi sifatida ko'ryapti. Rossiya 2025-yili Ukrainaning vaqtincha bosib olingan hududlarida yetishtirilgan 2 million tonnadan ortiq don mahsulotlarini xorijga eksport qilgan. Bu haqda Ukraina tashqi razvedka xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bu mahsulotlar rus doni sifatida rasmiylashtirilgan hamda jahonning turli qismlariga yetkazib berilgan. Jarayonda asosan Azov va Qora dengizdagi port infratuzilmasidan foydalanilmoqda. Xususan, Sevastopol dengiz porti bu borada muhim rol o'ynayapti. Shu bilan birga Rossiya Ukraina doni yetkazib berilayotgan davlatlar geografiyasini ham ancha kengaytirgan. Jumladan, yilning ikkinchi yarmida eksport qilingan 1,4 million tonna mahsulotning 53,6% Misr va Bangladesh, 250 ming tonna hissasiga to'g'ri kelgan. Shuningdek, Livan 78,1 ming tonna va Turkiya 96,7 ming tonna ham yirik xaridorlar qatorida bo'lgan. Bundan tashqari, Suriya ham bir muddat to'xtab qolgan don importini qayta tiklagan. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya don mahsulotlarini Jibuti, Saudiya Arabistoni va Vyetnamga ham yetkazib bergan. Hatto Bolqon mintaqasidagi ayrim davlatlar ham nisbatan kichik hajmlarda import qilgan. Jarayonda sanksiyalarni chetlab o'tish uchun kemadan kemaga sxemasidan foydalanilgan. Ya'ni don dengizdayoq boshqa kemaga ortilib, shu orqali mahsulotning kelib chiqish joyi yashirilgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiganing ma'lum qilishicha, Rossiya nafaqat neft, balki dron eksporti uchun ham soya floti tuzgan. U ham shuningdek, birgina 2025-yilning o'zida bosib olingan hududlardan qariyb 2 million tonna don o'g'irlanganini ta'kidlagan. Bu mahsulotlarning bir qismi Rossiyaning ichki bozoriga yo'naltirilsa, qolgani Afrika, Osiyo, ayniqsa Yaqin Sharq bo'ylab tarqaladi. Rus dunyosi mafkurasining asosiy me'mori hamda Kremlga yaqin faylasuf sobiq SSR tarkibida bo'lgan mamlakatlar, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini inkor qildi. Uning fikricha, bu respublikalarni Rossiya nazoratiga olish kerak. Suveren Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston, suveren O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning mavjudligini qabul qilib bo'lmaydi. Yangi voqelik modelda hech qanday suverenitetga o'rin yo'q. Ular yoki bizning lagerimizda bo'ladi, yagona ittifoqimiz tarkibida bo'ladi, yoki G'arb, Yevropa ittifoqi, Amerika uchun, ayrim holatlarda esa Xitoy uchun tayanch maydonga aylanadi, degan u. Bundan tashqari, Dugin 3 qutbli dunyo haqidagi qarashlarini takrorlab, Rossiyani AQSh hamda Xitoy qatorida sanadi.
Faylasuf Moskva bunday sharoitda eng muhim kuch markazlaridan biriga aylanishi uchun Markaziy Osiyo hamda Kavkaz davlatlarini nazorat qilishi kerakligini ta'kidladi. Bizning maqsadimiz uch qutbli dunyoda eng muhim kuch markazlaridan biriga aylanish. Suveren, erkin, mustaqil va ulkan davlat bo'lish. Biz nazoratga olmagan barcha hududlar neytral bo'lib qolmaydi. Ya'ni tinch va osoyishta Shvetsariyalarga aylanmaydi. Aksincha ular boshqa qutblarning, eng avvalo AQSh boshchiligidagi yanada mojiroli qutbning tayanch nuqtasiga aylanadi, degan u.